Assalomu alaykum qadrdonlar. Darvozamiz yana bitta. Ushbu darvozamizni kattaroq chiqqan. Samarqand viloyati Toyloq tumaniga o'rnatdik. Bu darvozamizni juda katta. Sababini sizlar uzoqdan ko'rsataman. Juda gavarit sababini aytadigan bo'lsam, bu darvozamiz ichini o'zi 5 metr, darvozaning ochilishi 4 metr. Darvozaga keladigan bo'lsak, girdi bilan 484, eni girdi bilan 6 metr eni. Gruntovka sepilgan, kira sepilmagan. Sababi uyini remont qildiraman deyishganiga gruntovka holatda kelishganmiz. Ushbu darvozamizga keladigan bo'lsak, o'rtasi Dubay fason, chekkasi Samarqand fasondan bo'lgan. 2 qavatli shumkali bo'lgan. Mana juda katta balandda turibdi o'zi mana. To'qqinlamayapti, ko'rib tursiz, urganda ham shum bor. Ular girdlarni ko'rib turibsizlar, juda akkuratni chiqqan. Zamonaviy taylari shivellardan qilganmiz. Ana bu joylarni ponni tushirdik. Mana bu joylar zamok ochish yopilishlari. Prosta bu berilgan xolos. Uzoqdan dastlabki o'qib kelgani uchun kraska bo'ladi bu hali. Kraskadan xudo xolasa va где-то bir oylardan keyin 15-20 kundan keyin uyni remont qilgandan keyin biz kelishdik. Yani zakazlar bor, bu yerda o'lchab ketganmiz. Kelib xudo xolasa keyin obzorni qilib beramiz sizlarga. Nomerimizga keladigan bo'lsak 91lik 685 80 08 deb qilasizlar.